tashkiloti Deputatlar Kengashining 16-sessiyasi kun tartibida masalalarga aloqador tumandagi tashkilot va muassasa rahbarlari ishtirok etishmoqda. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatlar 23 nafar ishtirok etmoqda. Kengashga saylangan deputatlar soniga nisbatan ishtirok etgan deputatlar hisoblanganda o'rin yetarli. Xalq deputatlari Jahon tuman kengashining 16-sessiyasini ochish to'g'risida bunda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Shu taklifga uni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Taraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qildim. Davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 17-moddasiga binoan biz sessiya tartibini saylab olishimiz lozim. 21-eski qishloq saylov huquqidan saylangan deputat Mamazyoyev Sanjon Bozorovичni sessiya tartibiga saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qo'ygan nomzod ovoz berishlaringizni so'rayman. Vazirlar. Qarshilar, taraflar yo'q, tasdiqlandi. 21-eski qishloq saylov okrugidan saylangan deputat Mamazyoyev Bozorovni sessiya tartibiga sayladi. Hurmatli deputatlar, bugungi Xalq deputatlari Jahon tuman kengashining 16-sessiyasining kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ovoz berishlaringizni so'rayman. Vazirlar. Taraflar, qarshilar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Endi sessiya ishdan kun belgilab olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 10 daqiqaga, minutgacha, savollar uchun 3 minutgacha, ma'lumotlar uchun 3 minutgacha vaqt ajratilishi tavsiya etiladi. Kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tsak. Kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga binoan tuman prokurori
byrosining 2025-yil davomida o'z faoliyati yuzasidan tuman prokurorining axboroti hamda tumanda korrupsiyaviy holatlarning oldini olish va PQ 111-sonli qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida ma'ruza uchun so'z Jarqo'rg'on tuman prokurori To'raqulov Komil Xo'janazarevga beradi. Marhamat. Martda o'tkazilgan yig'ilishda barcha sohalarda kompleks nazorat tizimi joriy qilinib, asosiy vazifa etib korrupsiya holatlarining oldini olish va unga qarshi kurash lozimligi belgilangan bo'lsa-da, tizim tashkilotlarida sohadan xabardor bo'lmagan xodimlar ishga tayinlanganligi sababli ular o'z funksional vazifalarini bajarmasdan boshqa ishlarga jalb qilingan oqibatda korrupsiyaga qarshi kurash masalasi yetarlicha e'tibor qaratilmasdan qolayotgan joylarda maishiy korrupsiya holatlari avj olayotganini taqdim qilingan. Jumladan tuman prokuraturasi tomonidan huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va tumanni jinoyatdan xoli hududga aylantirish maqsadida tuman hokimligi, ichki ishlar, milliy gvardiya, kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish, yoshlar agentligi, xalq ta'limi, boshqa mas'ullar bilan hamkorlikda jinoyatchilikni mahallabo'yi jilovlash, jinoyat o'choqlarini bartaraf etish va jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida huquq-tartibot organlari faoliyatini yanada kuchaytirish bo'yicha yo'l xarita tasdiqlanib, ijroga qaratilgan. Bundan tashqari, jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha tuman prokuror rahbarligida doimiy faoliyat yurituvchi shtab va ishchi guruhlar tashkil etib, tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari doimiy jalb qilingan. Jumladan ichki ishlar organlarida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat sohasida o'tkazilgan tekshirishlar va tahlillar o'rganilib, o'tkazilgan jami 31 ta tekshirish natijalariga ko'ra 167 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanildi. Xususan, ayrim hujjatlarga nisbatan 22 ta protest, qonun buzilishlarning kelib chiqish sabablari va bunga imkon yaratib bergan sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida aholisiy idoralar va mansabdor shaxslarga 22 ta ta'limot kiritilgan. Prokurorning ta'limnomasi va qarori muhokamasiga ko'ra 57 nafar shaxs insoniy jiddiy qonun buzilishi yuzasidan 30 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugungi kunda o'ta dolzarb bo'lgan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va ular bilan barvaqt oldini olish prokuratura organlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbir to'g'risida birinchi sonli qarori ijrosi yuzasidan tumanda mahallalardagi yovuz joylarga, ko'chalarga 200 ta video kuzatuv, ko'p qavatli uylarga 7 ta maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga 21 ta tizim, mahallalarning kirish chiqish joylariga 35 ta, savdo markazlari va bozorlarga yuzni va avto raqamini aniq oluvchi 35 ta video kameralar, ko'p qavatli uylarning eshiklariga 20 ta domofon kompleks o'rnatilishi, tumandagi ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlarning 2 tasi, savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarining 34 tasi texnik qo'riqlovga olinishi va 2 ta xonadonlarga tashvish tugmalari bilan jihozlanishi ta'minlangan. Shuningdek, tumanda yoqilg'i quyish shoxobchalari, oshxonalar, kompyuter xonalari va savdo do'konlariga video kuzatuv kameralari, harakatingiz kamera nazoratida deb yozilgan bannerlar hamda tezkor chaqiruv tugmalari o'rnatildi. Tuman hokimligi tomonidan har hafta yakunida ijtimoiy maishiy tusdagi jinoyatlarning sabablari va shart-sharoitlarini o'rganish, ularga keltirib chiqargan omillarni aniqlashtirish va ijtimoiy tarqatgan mas'ul tashkilotlar rahbarlarining harakatlariga nisbatan chora ko'rish bo'yicha muhokama qilib, bayonotlar rasmiylashtirib borilmoqda. Shu bilan birga tuman ichki ishlar va yoshlar o'rtasida
tashkil etish guruhi profilaktika inspektorlari tomonidan xavfsiz ta'lim muassasalari tamoyili asosida kriminal vaziyatdan kelib chiqib, tumanda inspektorlar tumandagi mahalla fuqarolar yig'inida hamda tumandagi 73 ta ta'lim muassasalarida o'quvchilar o'rtasida davomat, o'smir, o'quvchi reydi profilaktika tadbirlari o'tkazilib borilmoqda. Tuman hududida jami ta'lim muassasalarida 376 ta, shundan 18 ta maktab, 2 ta kasb-hunar maktabi, 1 ta akademik litsey, 1 ta texnikum, 1 ta prezident maktabi, 303 ta maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lib, ushbu maktablarda hozirda 66 ta profilaktika inspektorlar kiritilgan. Shuningdek, tuman ichki ishlarni voyaga yetmaganlar o'rtasida profilaktika guruhi tomonidan 22 nafar voyaga yetmagan turli xildagi ma'muriy hududlarga sodir etganligi sababli profilaktika hisobga olingan. Hamda 16 nafar ota-onalar farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi sifatida profilaktika hisobga olingan. Endi 2025 yilning 12 oy davomida Jarqon tumanida jami qayd etilgan jinoyatlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5 taga, ya'ni 2%ga kamayishga erishilgan bir paytda ayrim jinoyatlar ko'payganligi ham qayd etilgan. Qayd etilgan 241 ta jinoyatlarning 151 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 43 taga, ya'ni 22%ga kamaygan. 76 tasi, ya'ni 2024-12 oyida 52 ta aniqlangan jinoyatlar 27 taga, ya'ni 51%ga ko'paygan. 2025 yilda 12 oyda tumanda qayd etilgan 241 ta jinoyatlarning 11 tasi o'ta og'ir jinoyatlar, 60 tasi og'ir jinoyatlar, 74 tasi uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, 96 tasi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar tashkil etadi. Jinoyatlar turlari jami yo'l transport hodisasi 37%, bezorilik 40%, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 23.5%ga, qotillik jinoyati esa 100%ga oshgan. Badanga og'ir shikast yetkazish 41%, qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish 71%, firibgarlik 10%, o'g'irlik 51%ga kamaygan. Qayd etilgan 241 ta jinoyatlarning 100 ming aholiga nisbatan o'rtacha 99.2 ga to'g'ri kelgan. Jumladan joriy yilning 12 oy 2025 yilning 12 oyida tumanda qayd etilgan 241 ta jinoyatlardan 151 tasi, ya'ni har ikkinchisi 62.2% ni oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etadi. Jumladan 66 ta mahalla fuqarolar yig'inining 24 tasi 36.4% jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 48 tasi, ya'ni 72.7% jinoyat sodir etilmagan. 2 tasi 3%ga, 16 tasi 24%ga kamaygan. Tuman bo'yicha 66 ta mahallalar tahlil qilinganda 48 ta 72.7% mahallalar yashil hududda, 16 ta 24.2% sariq hududda, qolgan 2 ta mahalla 3% ni tashkil qilib, jinoyat o'sib qizil hududga aylangan. Endi shu jumlada yana aytib qo'yishim kerak. 2025 yilning 12 oy davomida ijtimoiy profilaktika platformasiga yuborilgan xulosalar bo'yicha Jarqon tuman soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan birorta ham ma'lumotlar yuklanmagan. Yuborilgan xulosalar qanoatlantirish choralari ko'rilmagan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 801-sonli qarori ijrosi o'z holiga tashlab qo'yilganligi aniqlangan. Bundan tashqari tuman ichki ishlar bo'limining tergov guruhi tomonidan 2025 yil 12 oyida tuman tergov huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jami tergov qilingan jinoyatlar 812 tani tashkil etgan. Hamda tomonidan jinoyatlar esa 256 tani tashkil etgan. 185 tasi sudga yuborilgan. Joriy yilning 2025 yilning 12 oyida tuman ichki ishlar bo'limida fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash, tuman ichki ishlar bo'limining mavjud bo'lgan jinoyatlar to'g'risidagi ariza va xabarlarni hisobga olish material elektron tizimi orqali jami 15240 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, 706 tasi muddat buzilgan. Jami murojaatlar sohaviy xizmatlar ismida tahlil qilinganda tergov guruhi tomonidan
2656 ta, tezkor xodimlar tomonidan 282 ta, faqat inspektorlar tomonidan 11925 ta, yo'l harakat xavfsizligi guruhi tomonidan 522 ta, pasport tomonidan 19 ta murojaatlar ko'rib chiqilgan. Boshqa sohaviy xizmatlar tomonidan 111 ta murojaatlar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan material elektron bazasiga ro'yxatga olingan materiallarning 591 tasi muddat uzaytirilib, bo'zab kiritilgani aniqlangan. Tuman prokuraturasi tomonidan 2025-yilning o'tgan 12 oy davomida Yaqin tumani ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan jinoyatlarga oid xabarlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 83-moddasiga asosan qabul qilingan 118 ta qarori bekor qilinib, jiddiy qonun buzish holatlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 3 moddalaridan 28 ta jinoyat ishi qo'zg'atilishi ta'minlangan. Belgilangan vazifada ijrosi mas'uliyatini yondashgan 57 nafar shaxsga insoniy javobgarlikka tortilgan. Hurmatli sessiya qatnashchilari, barchamizga ma'lumki, yagona maqsadimiz aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash va korrupsiyaning qo'yiladigan qarshi kurash borasida davlatimiz rahbari tomonidan o'zimizga qo'yilgan vazifalarni to'g'ri va samarali ro'yobga chiqarishdir. O'ylaymanki, ushbu yig'ilishda aytayotgan barcha mas'ullar o'z fikrlarini, boshqalarini to'g'ri xulosa chiqarib oladi deb umiddaman. Bundan tashqari endi qo'shimcham bor yana. Hozir 2025-yil 3-yanvardagi birinchi sonli hamda joriy yilning 5-yanvardagi birinchi sonli qaror ijrosi yuzasidan to'liq ijroga qaratilgan ushbu qarorlar ijrosi hozir to'liq ta'minlanishi uchun barchamiz mas'ulmiz. Sizlardan iltimos ham mas'uliyat bilan yondashish to'g'ri keladi. Hammamiz bir yoqdan bosh chiqarib shunga astoydil kirishadigan bo'lsak, biz jinoyatchilikka qarshi kurashishimizda ancha yengil bo'lib, o'zi 2026-yil 5-yanvardagi birinchi sonli qaror qabul qilinishiga 2025-yil 3-yanvardagi birinchi sonli qaror asos bo'ldi. Bu asos bo'lishiga sabab to'g'risini aytishim kerak, 1,5% ga jinoyatchiligimiz kamaydi. Shu jumladan to'g'risini aytib qo'yishim kerak. Bundan tashqari bizda hozir asosiy masalamiz tungiliklarimiz kecha kunduz ishlashga, bundan tashqari sizlardan bir yordam bo'ladi. Joylarda baribir hamkorlik joyiga qo'yilsa, ishimiz yengillashadi. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Muxolifat savollar bormi shu masalada? Takliflar. Rahmat. Lazım şuraya lazım. Savolingizga quyidagi javob beraman. Avvalambor bitta narsasi, o'zi kelganini 6 oydan oshgan bo'lsa, maksimum harakat qilmoqchi shu nima desam bo'ladi. Ba'zi so'zlarni bu narsani aytayotganim, hammamiz hamkorlik qilsak, o'shanda bir narsaga erishsak bo'ladi. Kelganimdan beri to'g'risini aytishim kerak, mahallaning 60 taning 65 tasiga kirdim, bittasiga kirganim yo'q. Yo'qlarga kirganim yo'q. Hammasiga chiqdim. Bizda bitta kamchilik, hammamizga yashiramiz, biza hamkorlik etishimiz. Bu birinchi kamchilik. Ikkinchi, kelganimda birinchi sonli qarorda hattoki mahallaning yettiligi o'zi nima ekanligini bilgan. Shuni ikkita kompyuter shu bola o'zbekiston 4,5 million pul ishladi. Shuni kitobcha tarqatdi. Hattoki narsasi shu bitta kitobcha birinchi sonli qaror. Funksiyasi 7 taning pulni tayyor bir marta qarab chiqsa, nimani joriy qilish kerak? Soliq qo'yish kerak. Nimani nogironliklar. Buni aytayotganim, shunday holatlar to'g'ri keldi. Endi hamkorlik qilganmi, endi qaysi mahallalarni aytayman.
hokimning yordamchisi platformadan jo'natyapti mahalla raisiga. Mahalla raisi knopkani bosish kerak. Ikkalasi bitta binoda o'tiradi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosariga telefon qilib aytadi. Mahalla raisiga ayting, knopkani bossin. Bu kechirib bo'lmaydigan, hazil bo'lmaydigan gap men uchun. Lekin sizlar uchun qanday bilmayman. Ikkalasi bitta binoda o'tirsa qanday bu bo'lishi mumkin? Tuman hokimining birinchi o'rinbosariga ma'lum qilsa bitta knopka. Shuning uchun hozir joylarda endi harakatimizni kerakdan ortiqcha qilishimiz kerak. Bu birinchi masala. Kitoblarni olib, ikkita kitobchalarni birlashtirsa, ikkalasi bitta bo'ladi. O'zi to'g'ri aytadigan bo'lsa, biz kitobni o'qimaganligimiz uchun ba'zi narsalarga erisha olmaymiz. Kuni kecha Do'stlik mahallasiga bilet hokimimiz tashkil etildi. Shu yerda endi mas'uliyatlarni biroz aytdi. Shu mahallaning yetkazilgan kitobchani olib, o'tgan yilgi birinchi sonda, bu yilgi birinchi sonda shuni ko'rsatdi. Bo'lmaydi. Shuni qildik. Keyin baribir bitta narsani aytdim, buni o'qimasa kerak. U qo'ydimi yo'q shuni aytdik. Baribir hech bo'lmasa 10-15-20% jinoyatchilikka ta'sir qiladi. Shu kitobcha. Hech bo'lmasa mahalladagi 7lik bittasi bo'lmasa bittasi o'qiydi. U hamma raislarni o'qimaydi, hamma hokimiyatni o'qimaydi deb bo'lmaydi. Shuning effekti bari yaxshi deymiz. Bundan tashqari baribir sizlardan o'zlaringizni mana deputatlardan men iltimos qilmoqchi bo'lyapman. Joylarda borgan bo'lsalar o'zlaringizdan birinchi maktab, litseya, bundan tashqari shtatlarning qanday bor, ularga kelganda hech bo'lmasa ularning mas'uliyatini oshirish uchun nima desa bo'ladi. Mana to'g'ri kelyapti, e'tiborsiz qolmaydi. 40 qadr yo'sh. Tasmiyonni qo'shib cho'qsa bor. Pulda telefon. Yana boshqa narsalar. Kimdir ko'radi, kimdir ko'rmasa olib ketadi shu. Biz bugun e'tibor qiladigan paytga keldik. Endi agar o'tgan kuni sekretariat o'tirib, aholimiz bilasmi qaysi jabhasi bor? Bo'ladi degan jabhasi bor. Bo'ladi bo'ladi. Endi bo'lmaydi. Shunday deydi. Endi bo'lmaydi. Hayotda intellashishimiz kerak. Hattoki biroz aytmoqchi 16 mahallalarni intellekdan so'radim. Shu kitobchani olib o'qigan bo'lsam qancha zarar ko'rdim? Yo'q, aks holda foydasi yo'q. Shuning uchun biz foydaga intilamiz. Ayrim so'zlar noto'g'ri bo'lmasa, Savollar bormi? Takliflar. Takliflar bormi? Qanday qilsak yana shu birlashib ishlar bo'ladi. Qanday qilsak yashaydi. Endi hozir yuqorida aytganingizdek, mahalla yetkazilgan ahamiyati katta. Bu yerda keyin sizlarga komissiyalar, qo'yilishlar, deputatlarimiz ham joylarga borib, bizlarning uchrashuv jadvallari bor. Saylovchilar bilan. Shu uchrashuvlarda mahallalarga joylashgan birgalikda ish olib borsak, albatta natijadorlik bo'ladi degan umiddaman. Sizga rahmat. Yana qo'shimchani bir aytib o'taman, xotirjamlikning o'zini qo'shimcha kerak. Rustam mahallasi bunaqasini ko'rganmiz. Ayol kishi kelyapti, kelganda necha kishi turibdi. Sumkada bitta pichoq, olib boshini ekan. Avvalo tartibasi ichiga qo'ydi. Oddiy hol. Shuni kelyapti, yangi pichoq olib birdan ko'kragi o'rniga erkak kishi. Uni shu yerda bitta yosh bolasi bor-ku, shuni ko'rib qo'ydi. Endi mana ichki ishlar bo'limi boshlig'i bilan to'g'risini aytsak, o'sha kuni shunchalik qiynaldik. Soat 5:30 ertalab 9 bo'lib qoladi. 8 soat, 10 soat qiynaldik. Iloji bo'lsa shuni yengilroq modda bilan qo'zg'atish. Yo'q, qo'zg'atib bo'lmaydi. Oxiri jinoyat kodeksining 97-moddasi birinchi qismi bilan qo'zg'atiladi. Bu sanksiyasi 97 15. Juda
eng qizig'i tergov jarayonida tergovga shunchaliklarni tezroq o'tkazdi. Oxiri ham maksimum iloji ikkinchi qismda o'tdi. Nega bog'liq emas? Holatdan kelib chiqamiz. Bolasasi bo'ldimi, iloji bo'ldi. Yaqin qarindoshlar ko'z o'ngida degan emas, ta'min. Ikkinchi qism bilan ayblab berib, sudga o'tkazib, eng qizig'ini aytaman, Jinoyat kodeksining 97-moddasi birinchi qismini tuman prokurori tasdiqlaydi, ikkinchi qismini viloyat prokurori. Ayolda iloji 15 yildan boshlanasiz. Shuning uchun jiddiy yondashishimiz kerak bo'lsa, ayniqsa xotinlar. Uzr. Rahmat. Qaror loyihasi sizlarga taqdim etilgan. Qaror loyihasi yuzasidan kimdan qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, maqom ovoz berishlaringizni so'rayman. Yozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga binoan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qarori asosida tuman hududida huquqbuzarlikning oldini olish va ularning profilaktikasini, shuningdek jamoat xavfsizligini saqlash yuzasidan 2025-yil 4-oyda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'ruza uchun so'z Yaqqubov tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i To'lg'at Mirzo Sharafidayeva. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, vazirlik rahbariyati va viloyat ishlar rahbariyatining tuzilgani sababli Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Hisobotning boshida 2025-yilning 2 oy davomida tuman ishlar organlarida amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tdi. Tuman hududida o'tkazilib kelayotgan kompleks tezkor tadbirlar qilingan vaziyatning barqarorligini ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kunidagi Prezident qarori asosida kelgan natijasida 2025-yil 12 oyida tumanda 66 ta mahallaning to'rttasida, ya'ni 67% jinoyat sodir etilmadi. Biz toifada mahallalar o'tgan yilning mo'savriga nisbatan 8 taga, ya'ni 12 tadan 4 taga, ya'ni 66% kamayishga erishildi. Hisobot sifatida aytib o'tgan jami 66 ta mahalladan 4 tasi qizil, 18 tasi sariq, o'tgan yilda 20 bo'lgan 4 ta mahallamiz yashil mahalla toifasiga kirdi. Qizil hududda tumanning Guliston mahallasida 3 ta ikkita o'g'illik jinoyat, Urug'li mahallasida 2 ta o'g'illik, 2 ta yengil tan jarohati yetadi. Zapeto mahallasida 4 o'g'illik jinoyatda, Volkan mahallasida 2 ta o'rtacha tan jarohati yetadi, 2 o'g'illik jinoyatlar. Sariq toifadagi mahallalarga esa 18 ta mahallalar, ya'ni Surxon sohili, Nurli, Baymoqli, Madaniyat, Haydarobod, Mingchinor, Xo'ja qishloq, Qum qishloq, Beshbuloq, Bulg'ovut, Ram, Dehqonobod, Obihayot, Buldovli, Ko'ktepa, Bo'g'otoq, Bo'g'ut va Yangi Turmush mahallasilari tarkib etildi. Jinoyatchilikka to'xtalib o'tsam, 2025-yilning 12 oyida tumanda 281 ta jinoyat qayd etildi. Bundan 86 ta oldi olishi mumkin bo'lgan jinoyat 16% kamayishga erishildi. Ayniqsa, Prezidentimizning 1-sonli qarori va 2-sonli qarorlar asosida ishlar tashkillashtirganimizda mahalla hududida oldi olishi mumkin bo'lgan jinoyatlar 62%, 21 tadan 45% kamayishga erishildi. Jinoyat turlarida bezorilik 25%, 8 tadan 6 taga kamaydi. O'g'irlik jinoyati 39.2%, ya'ni 21 tadan 34 taga. Yengil tan jarohati yetkazish 23%, 17 tadan 13 ga. Nomusga tegish 3% kamayishga erishildi. Og'ir tan jarohati yetkazish 57.1%, 7 tadan 3 taga.
o'rtacha og'ir tan jarohati yetadi. Yillik 5-16%, ya'ni 18 dan 8 firibgarlik qilyapti. 33-33 kamayishiga erishildi. Alohida toifadagi shaxslar, jumladan ayollar jinoyati 47%, 36dan 19 guruhlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 12%, 25 dan 22 muqaddam sudlanganlar jinoyati 41%, ya'ni 24 dan 14 voyaga yetmaganlar jinoyati 43%, 23 dan 13 kam sodir etilishi qayd etilgan. Shu bilan o'ta og'ir jinoyatlar, qotillik jinoyati 2025 yilning 12 oy davomida ya'ni 100%ga oshishiga yo'l qo'yilgan. Ulardan profilaktikasi bo'limi yo'nalishi bo'yicha tumanda 69 nafar profilaktika inspektorlar va katta inspektorlar olib boradi. Tuman ularga profilaktikasi bo'limi profilaktikasi inspektorlar tomonidan 2025 yilning 12 oy davomida aniqlangan ma'muriy buzarliklarga ma'muriy bayonnomalar 14.576 ta qayd to'ldirilgan va sudlarga o'tkazilgan. Jami tuzilgan 14.576 ma'muriy bayonnomalarning jarima miqdori 5 milliard 253 million tashkil etadi. Shundan 2 milliard 26 million so'm undirilgan. Qolgan undiruvlar hozir jarimalar. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha. Ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning tahlili joylarda ko'plab muammoli masalalar saqlab qolayotganligi dalolat bermoqda. Bunlardan tumanda 18 nafar ayollar 2023 yilda 23 nafar tomonidan. Ayollar tomonidan 8 nafar ayollar tomonidan 19 ta, ya'ni 36 ta jinoyatlar qayd etildi va 47%ga jinoyat hissasiga qo'shildi. Ayollar tomonidan bitta qotillik, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bitta, o'g'irlik 5 ta, mashinali holat, firibgarlik 4 ta, 7 ta boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Ma'lumot uchun misol sifatida aytib o'taman. 2025 yilning 26 may kuni soat 10:00da Jatobon tuman Xalqaro mahallasida yashovchi choli va qizlarimiz Shermatullar o'zining yashash uyida o'zi bilan birga yashaydigan kelini Allayor va Zarina Parda qizi bilan o'rtalarida kelib chiqqan o'zaro kelishmovchilik sababli tortishib, janjallashib qoldi. Janjal vaqtida choli va qo'li bilan kelini Allayorovaning yuzi va tanasini duch kelgan joylarida qasddan urib tan jarohati yetkazgan. Holat bo'yicha 5-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kelgusida ayollarni sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, muammolarni hal etishga albatta ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilib o'tkazildi. Misol sifatida sudlarda turli nizolar sababli mol mulk, vorislik, ota-onalarga huquq belgilash, yer, avtomashinalar, qarz oldi belgisi ular murojaat qilgan fuqarolarning mahallabo'y ro'yxati shakllantirilib, ularning muammosi hal etila boshlandi. Hamkorlikda tuman yetkazuvchilarni birgalikda. Nizomiy mazmundan kelib chiqib, sudlov ichki ishlar organlariga tavsiyaviy xat kiritadi va uning asosida har bir nizoli oilani o'rganib chiqib, himoya orderini beriladi va psixologik huquqiy ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayollar inspektori tomonidan hamkorlikda shu xotin-qizlar bilan birgalikda. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar bo'yicha 2025 yilning 12 oyida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 13 dan tashkil qiladi. 2024 yilda 40% kamayishga erishilgan. Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar soni 4 taga 17% kamayishgan. 27 nafar voyaga yetmaganlar turli turdagi ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etganligi sababli profilaktik hisobga olingan. Hamda 22 nafar ota-onalar farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatish sifatida profilaktik hisobga olingan. 2025 yilning 12 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 40-moddasi bilan, ya'ni ota-onalarni farzandlariga bo'lgan nazoratsizligi tufayli ma'muriy bayonnomalar to'ldirilishi bir necha ko'paygan. Jami 51 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ma'lumot uchun Jatobon tumani Ulug'bek mahallasida yashovchi voyaga yetmagan Nurberdiyev Asad Berdiyo'g'li o'g'irlik jinoyatini sodir etish maqsadida 2025 yilning 5-iyul kuni soat taxminan 11:30da Jatobon tumani Surxon Sohil mahallasida joylashgan boloxonaga kirib,
ushbu do'konda sotuvchi bo'lib ishlovchi Jato'g'on tumani Qoraqo'rg'on mahallasida yashovchi Raimov Shahru Shavkat o'g'liga tegishli bo'lgan bozorda sotilish narxi 1,5 million so'mlik Samsung A21 rusumli telefon apparatini do'kondan o'g'irlab 200 ming so'mga yana qo'shimcha 200 ming so'm pullarini voqea joyidan o'g'irlagan va ushbu holat bo'yicha surishtiruv natijasida ushbu voyaga yetmagan fuqaromiz qo'lga olinib, garajdan olingan va unga nisbatan jazoni qo'llash modda 3-qismi bilan jinoyat sodir etilgan. Vaholanki, bu voyaga yetmagan asar Nurboyev qayta jinoyat sodir etishga yo'l qo'yganligi sababli tergov organlari tomonidan 3-qism og'ir moddalarni jinoyat qo'llatilgan. Yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha bugungi kunda yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilayotgan bir paytda ayrim yoshlarimiz to'g'ri yo'ldan adashib, xatoga yo'l qo'yayotganligi barchamiz ta'kidlamoqda. 2025-yilning 12 oy davomida yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 68 tani, 76% umumiy jinoyat 70%ga sodir etilishga yo'l qo'yilgan. Yoshlar tomonidan sodir etilayotgan 68 ta jinoyatlarning 8 tasi ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etadi. Yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyat turlari yo'l transport hodisalari 37 ta, o'g'irlik 9 ta, bezorilik 3 ta, firibgarlik 6 ta, tan jarohati bilan bog'liq 10 ta, oilaviy zo'ravonlik 2 ta tashkil etadi. Yoshlar tomonidan sodir etilgan 68 ta jinoyatlarning 75 nafar yoshlar tomonidan sodir etilgan. Tahlillarga ko'ra 6 nafar xotin-qizlar, 3 nafari sudlanganlar, 2 tasi o'quvchilar, 2 tasi talabalar, 34 nafari ishlamaydigan va o'qimaydigan yoshlar, 22 nafari guruh bo'lib tashkil sodir qilgan. Ma'lumot uchun misol keltirib o'taman, 2025-yilning 12-iyun kuni soat taxminan 23:00 Jato'g'on tumani Jinjaktepa mahallasida yashovchi Xo'jaqulov Nurjon Ergashev va turmush o'rtog'i Bo'ronova Umida Safar bilan o'zaro oilaviy nizolar tufayli tortishib qolgan. Vaqtida u Bo'ronovani turmush o'rtog'i Xo'jaqulovning ko'krak sohasiga oshxona pichog'i bilan qasddan urib, unga tan jarohati yetkazgan. Natijada Xo'jaqulov Nurjon Ergashev tan jarohati olib Jato'g'on tumani tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Jarohat holat yuzasidan ko'p muammo va 11 kundan keyin bo'lmagan sog'lig'ini buzilishga sabab bo'lgan holatlar yuzasidan oldin ham bularda profilaktika inspektori tomonidan mahallalarda muhokamalar bo'lgan, lekin shunga qaramasdan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 26-moddasi 3-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ruxsat bersalaring, hurmatli deputatlar, ijtimoiy profilaktika bo'yicha to'xtalib o'tsak. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mahalliy yetkaziligi bir jamoa bo'lib, jinoyatchilikni jilovlashda hamkorlikda ishlashlari uchun aniq bir tizim yaratib berildi. Yaratilgan tizim asosida tumanning 66 ta mahallalarida xizmat olib boruvchi profilaktika inspektorlar tomonidan 16.298 ta xonadonlar qurilganini jinoyat kodeksiga moyil yoxud buzarliklardan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 9.839 nafar shaxslar xulosalar berildi. Ularning 7.567 tasiga qo'shimcha xulosalar tuzilgan, ya'ni 77%ga. Hozirda hokim yordamchilariga berilgan 2068 ta xulosadan 1894 tasi yoki 91%. Xotin-qizlar bog'lariga berilgan 1910 ta xulosalardan 1793 tasi 93%ga. Yoshlar yetakchilariga 1963 nafar xulosalardan 1798 tasi, ijtimoiy xodimlarga berilgan 1023 ta xulosadan 975 tasi, soliq inspeksiyalariga berilgan 139 ta xulosadan 79 tasi yoki 56.8%ga qanoatlantirilgan. Mahalla faollarida berilgan xulosalar natijasida 2556 ta muammolar bartaraf etildi. Shuningdek, tuman hokimi va IIBning hamkorlikdagi dasturda ishlab chiqilgan ijroga qaratilgan
reja asosida, dastur asosida hamkorlikda olib borgan profilaktik chora-tadbir natijasida tan jarohati yetkazish hujjatlari 2tadan 24taga, ya'ni 40%ga, oilaviy zo'ravonlik 6tadan 4taga, 34%ga kamayishga erishildi. So'zlarning yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham ma'lumotga to'xtalmoqda. Avtomobil yo'llarida harakat va inson xavfsizligini ta'minlash har doim muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, 2 oyda tumanda sodir etilgan jinoyatlarning 25%, ya'ni 281 ta jinoyatdan 73tasi yo'l transport hodisalari tashkil etgan. Ushbu jinoyatlarning 20tasi o'lim bilan bog'liq. Yani 30%, 51tasi 70% tan jarohati bilan bog'liq holatlar qayd etildi. Eng achinarlisi qayd etilgan yo'l harakati transport hodisalari jinoyatlari mahalla kesimida tahlil qilinganda O'rikli, Qaraqurshoq, Qishloq, Darko'kda, Madaniyatda, Qo'shtepada, Guliston, Markaziy Surxon, Minchunot, Merchilar, Yangiobod mezgillarida 3tadan sodir etilishga yo'l qo'yilgan. Bu eng qirg'in yo'lda sodir etilyapti transport hodisalari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yanvar kunidagi 2025 respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori ijrosi yuzasidan tumanda jinoyatlarni barvaqt oldini olishga alohida e'tibor qaratilishi natijasida bozorlar, savdo komplekslarida, savdo do'konlar, rastalarida 62 ta video kuzatuv kameralari o'rnatilib, Afg'on dasturiga integratsiya qilindi. Bundan tashqari mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga yuzni va avto raqamlarini ta'min qiluvchi 25 ta kameralar va maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga, ya'ni 12 ta PTZ kameralari aylanma. Ko'p qavatli uylarning eshiklarida 13 ta zamonaviy gramofon komplekslari, ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlarda ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati tomonidan 160 ta obyekt va xonadonlar texnik qo'riqlovga olindi. Ichki yo'llar, yo'laklar va ko'chalarda 130 ta yorish moslamalari o'rnatildi. Ma'lumotda hisobotimda endi qayd etilishicha, ichki ishlar organlari tomonidan tashabbus bilan aniqlangan jinoyatlar bo'yicha to'xtalib o'tishga joy topmadim. Sababi ular o'zimizning yutuqlarimiz, achinarli tomoni bu yoqda giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar tashabbus bilan aniqlanayotganda o'tgan yilga nisbatan birmuncha ko'paygan. Giyohvandlik uning aksariyati yoshlar tomonidan qo'lga kiritiladi. Tuman hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 26 ta giyohvandlik bilan bog'liq holatlar aniqlangan. Jinoyatchilardan 231 gramdan ortiq yangi giyohvandlik moddalari olinib, 25 nafar shaxslar jinoiy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, 10 tasi fohishaxona saqlash, 3 tasi qimorxona tashkil etishga bog'liq jinoyatlar ham aniqlangan. Hurmatli deputatlar, ishtirokchilar, joriy yilning 12 yil davomida 2024-yilga nisbatan qo'lga olinadigan jinoyatlar, jinoyatchilik 26tadan 186taga, yangi 35taga, yangi 6%ga olib mumkin bo'lgan jinoyatlar turlaridan bezorilar, o'g'irlik, nomusga tegish, yengil tan jarohati yetkazish va o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 56%ga, firibgarlik esa 5.7%ga kamayishga erishildi. Ishlar organlarining tashabbusi bilan aniqlangan jinoyatlar salmoqi 25taga ko'p aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-yanvar kunidagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaqin manzilda ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar 1-sonli qaror va 2-sonli qarorlar qabul qilingan edi. Shu qaror asosida yo'l xaritalari ishlab chiqilib, qizil toifaga kiritilgan tumandagi Guliston, Volkan, Zartep va O'rikli mahallalarida 2026 yilning 1-choragiga yakuni bilan qizil toifadan chiqarib, undan keyin vaziyati og'ir bo'lgan Surxon sohili, Mehnatobod, Qarayontoq mahallalari hamda 3 yildan qizil mahallalar bo'lgan Do'stlik mahallasi,
hududida xavfsiz hudud konsepsiyasini joriy etib, jinoyatchilikning jilovlashganida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida mahalladagi muammolarni mahallabo'y, sohabo'y va oilabo'y, fuqarobo'y aniqlab, xavfsiz muhit yaratish bo'yicha ijtimoiy profilaktikani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali ishlarni manzilli tashkil qilib, jinoyat va huquqbuzarliklarni qo'lga kiritishini oldini olamiz. 2025 yil 3 choragiga yaqin bo'yicha tumanda huquqbuzarliklarni oldini olish va ularning profilaktikasi holati, jamoat xavfsizligi, shuningdek jinoyatchilikni tarqatish va korrupsiyaning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha berilgan hisobotda tuman xalq deputatlari kengashi bir nechta takliflardan chiqarildi. Jaqo'rg'on tumani hududida piyoda maktab o'quvchilari, tumanning Guliston mahallasi 33 sonli maktab, Qo'rg'onda 20 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umum ta'lim maktabi, Bulbul mahallasida 47 sonli maktab oldida, Umachali piyoda svetoforlar, So'qon sohil mahallasida tuman tibbiyot klinikasi mudofaa bo'limiga kirish ko'chasidagi ham avtozavod va Qo'rg'on mahallalarida tutashlarning temir yo'llarga oldidagi transport svetoforini o'rnatish, tuman markazida o'tuvchi M1 xalqaro avtomobil yo'lining 1581-1582 kilometrlarida oralig'ida yo'lni ikkiga ajratuvchi beton to'siqlar ustiga temir panjara o'rnatish, ko'chirish bo'yicha berilgan takliflar bo'yicha sessiya qarori deputatlarimiz tomonidan ma'qullanib, kengash tomonidan qabul qilindi. Kengash tomonidan qabul qilingan qaror ijrosi bo'yicha bir nechta ijobiy ishlar qilinib, ijrosi ta'minlab borilmoqda. Hali yakuniga yetmadi. Asosiy mana hozir O'zbek, So'qon sohili hamda Yangiobod mahallari hududlarida hozir hokimimiz tomonidan pul ajratilgan, ya'ni svetoforlar almashtirishga hozir bugungi kunda hozir holat bo'yicha hozir almashtirish jarayonlari davom etmoqda. Bularning barchasi mamlakatimizda jinoyatchilikni jilovlash bilan bog'liq faoliyat doimiy ravishda parlament va deputatlik nazoratida ekanligidan dalolat beradi. Albatta, mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlashda sizning hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz. Bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha sa'y-harakatlar mahallalarda xavfsiz muhit yaratish, xalqimizning mushkulini oson qilish, turmush darajasini yaxshilash hamda jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, axborot muxbirlari, savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, marhamat. Shu o'rinda bitta narsani agar ruxsat bersangiz taklif etamiz. Bu yerga mana 44 ta mahallalarni jinoyat sodir etilmadi. Ya'ni 18 ta sariq mahallalar, 18 ta sariq mahallalar soni ko'paytirganimiz bilan, lekin ming afsuski, 4 ta mahallamiz ko'paytirildi. Qizil mahallalarimiz 104 taga tushdi. Lekin aksariyat tashkil ko'rganimizda bu jinoyatlarimizdan hammasi voyaga yetmaganlar tomonidan hamda oila turmush darajasida bo'lib keladi. Misol sifatida aytib o'taman, mahallalar ham aholi soni chiqadi. Ham aholini ishdan ta'minlanganligi yoki tezkorlarga yo'naltirilgan og'ir mahallalar kirishi mutlaqo noto'g'ri. Lekin bu yerda har 100 ming aholiga jinoyatlar taqsimlanganda qizil mahalla toifasiga tushadi. Lekin hozir shu 4 ta mahallalarni ham hozir o'zim boshqaruv tomonidan hamda hokimiyatni vakillari bilan bo'lib olganmiz, asosiy jinoyatni o'rni olishga harakat qilamiz. Yana to'liq kameralar bilan hamda olingan, hatto o'rganishni, jinoyatlarni o'rni olishga bundan tashqari yanvar kundagi ikkinchi sonli yopiq qaroriga asosan bizni tumanimizda 3 ta mahallamiz bilmagan vaziyat og'irlikka tushdi. Bular Qorayandoq mahallasi, ikkinchisi Mehnatobod mahallasi, ikkinchisi So'qon mahallasi. Sababi o'tgan yillar bular og'ir mahalla deb tan olingan,
hokimiyat kelganda taqdimot o'tkazildi. Do'stlik mahallasi og'ir tanlangan. 2024 yilda Qizil mahallalar qo'yildi. Lekin 2025 yilda o'sha yerda tuman ishchilar tomonidan manzilda tuman hokimidan ishlangan, dasturlar ishlangan yaxshi mahallalar qo'yildi. Lekin baribir dunyo sodir etilishi bundan 2024 yilda 22 dunyo sodir etildi. O'sha yerda 2 dunyo sodir etilgan. Endi vaholanki agar manzilda ishlab o'sha hamkorlik olib prokurorlar aytishdi, masalan, birgaliklar, ishchilar va hamkor tashkilotlar birgaliklarga hamkorlikda ishlasa, niyat bo'lganimiz kelishadi. Rahmat. Nizam chiqarib berishimiz savollar bormi? Yuqoridagi masala. Shularni menimcha hammasi. Rahmat. Yuqoridagi masala yuzasidan qaror loyihasi vaqtida sizlarga tarqatilgan. Loyiha kimda taklif bor, qo'shimcha takliflar bormi? Qo'shimcha takliflar bo'lmaydigan bo'lsa, mahol olib berishlaringizni so'rayman. Hozir. Qarshilar, muxolifat. Bu taqdirdagi 3-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-maydagi 2030-yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish to'g'risidagi FQ 186 qarorida belgilangan bolalar saratoniga qarshi kurashish hamda tibbiyotni rivojlantirish bo'yicha tuman markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasi rahbari to'g'risida. Ma'ruza uchun so'z ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi boshlig'i Nuray Tashrif buyurgan. Bununla birlikte kurul tamamı merkez planlamasında onkolog kasallıkları parasal genetik parası kaldoskop ve başka güç kazanımlar kurul tanımlıyor. Bunlarda sayı abi mamografya tekşürler taşkil doğru screen ve preslak grupları taşkil edilgan. Shuningdek, tuman tibbiyot birlashmasining 2025 yil asosida ko'p markaz planlamasida 19.225 nafar ayollardan 5-65 ayollarni ko'paytirishlarni 23.282 nafar 35 yosh ayollarni maktabda sirotlarni sirkish bilan chiqildi amalga oshirildi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi onkolog kasallik xonasi tomonidan 629 nafar bemor dispanser nazoratga olingan bo'lib, shundan ayollardan 286 nafar 343 nafar erkaklar tashkil qiladi. Aniqlangan onkolog kasalliklar bilan og'riq bemorlar 196 nafariga xavfsiz usullar, shundan 38 nafar ayollarga esa 135 nafar xavfsiz usullar, 248 nafar esa ayollar. Davlat tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaz poliklinikada 2025 yil davomida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Ukraina saratoni aniqlash saqla aksiyasi doirasida tuman adolat sotsial demokratik partiyasi bilan hamkorlikda 530 nafar ayollar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tumanda 4 nafar ko'chma mobil mamografik tekshiruv tashkil qilindi. Tekshiruv davomida 1223 nafar ayollar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada onkolog xonasi tomonidan qurilishlar mahalladan profilaktik tibbiy ko'riklar tashkil qilinib, 670 nafar ayollar skrin tekshiruvdan o'tkazildi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi onkolog shifokorlari murojaat qilgan 395 nafar ayollar onkolog kasalliklarga tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Borilgan skrin va profilaktik tekshiruvlar natijasida 148 nafariga onkolog kasalliklar yetti bosqichda aniqlandi. 59 nafar esa dispanser hisobiga olindi. Aholi orasida onkolog kasalliklarga aniqlash maqsadida tibbiy madaniyatni oshirish, tibbiy ko'rik skrin tekshiruvlar o'z vaqtida o'tishi, mahallada onkolog kasalliklarni oldini olish to'g'risida tayyor davlat suhbatlarini olib borish hamda deputatlar tomonidan aholiga to'g'ri ta'qib qilish bo'yicha xizmat xaritasi ishlab chiqish
Ma'ruzangizda aytib o'tishingiz kerak mana. 2020-yillarga bolalar saratonga qarshi kurash to'g'risida qaror Bunun sifatida shuni aytamanki, bog'chalarda, maktablarda chuqurlashtirilgan tibbiy bo'limlar tashkillashtirilgan 9 nafar qonun mutaxassislar tomonidan. Uning ichida pediatr shifokor bor, stomatolog bor, xirurg bor, onkolog bor, o'z qo'shimcha ginekologiya bor, stomatolog bor. Bu yerda anamiz yig'iladi, agar shikoyat bo'ladigan bo'lsa, tibbiy ko'rik jarayonida, masalan, o'qituvchilar tomonidan agar yosh o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, suralar, talabani o'qituvchilarni kattalash, hech belgilar, holatlar kuzatiladigan bo'lsa, qonun mutaxassisligi yordam beradi. Ma'lumotlar sifatida joylashgan alkol shifoxonada eng oldin tekshiruvlar amalga oshiriladi. Tumanda nechta g'oyib bo'lgan bolalar saraton kasalliklariga bo'ladi? Bizdami? Xizmat qilganmi? 59 nafar bor. Sizlardan endi kafolatlangan paketda belgilab o'tilgan dori-darmonlar beriladi. Yaxshi. Savollar bormi? Savollar bo'lsa rahmat. Deputatlar, muharrar masala yuzasidan qarorlar qismida tarqatilgan loyihalardan ko'rsatmalar bormi? Mana shu masalaga. Bu bo'ladigan bo'lsa, mahorat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshılar, idoralar, bu tartibdagi 4-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11 sentyabrdagi PF 178 farmoni asosida tumanda yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlar muammolarini o'rganish va ularni hal etish, bandligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan o'tkazilgan nazorat tashkilotlarini yakuniy muhokama qilish to'g'risida. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bu tartibdagi ushbu masala Kengashning doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi ham sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan bitta qanday takliflar bor? Takliflar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Roziman. Takliflar, yo'q. Tasdiqlandi. Bu tartibdagi 5-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi 61-66 sonli farmoni asosida tuman hokimligi tomonidan qonunlar Prezidentning farmon qaror va farmoyishlari ijrosi yuzasidan tuman hokimligi mas'ul qonuniy hisobot to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala ham Kengashning tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Qarorlar sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan takliflar bo'lmasa, marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozman. Qarshilar, betaraflar, yo'q, tasdiqlandi. Bu tartibdagi 6-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi aholi muammolari bilan ishlash tizimini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 56-33 sonli farmoni ijrosi yuzasidan tumanda 2025-yil 4-chorakda murojaatlar bilan ishlash holati yuzasidan tuman qabulxonasi axboroti to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala ham Kengashning tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Lekin shuni aytish kerakki, ayrim mahallalarda mahalla yuzasidan olib ko'rilganda shu murojaatga aholi tomonidan berilgan murojaatlar keskin oshgan. Nuqtai nazardan mana shu mahallalarda olib borilayotgan ishlar, profilaktik ishlar, masalan tushuntirishni talab etiladi. Shu demak, takliflar hammasi doimiy komissiyada ko'rib o'rganilib, berildi hamda qaror loyihasiga kiritildi. Demak, mazkur masala ham qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan boshqa takliflar bo'lmasa, marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, tasdiqlandi. Bu tartibdagi 7-chi masala.
Janqo'rg'on tuman ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi davlat inspeksiyasi 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar ijrosi yuzasidan hamda 2026 yilda belgilangan vazifalar yuzasidan o'tkazilgan o'rganish natijalarini muhokama qilish to'g'risida kun tartibidagi ushbu masala ham kengash doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi tumanlikda sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan takliflar bormi? Bo'lmasa marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshilar, taraflar tasdiqlandi. Kun tartibidagi 8-masala Janqo'rg'on tumanida 2025-yil 4-oyda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar hisobotini tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibidagi mazkur masala ham kengashning tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Takliflar yo'qmi? Rozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 9-masala O'zbekiston mahallalar uyushmasi Janqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-2025-yildagi Turizm 2-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2025-yilda tuman mahallalari jamg'armalarining daromadlari va takliflari to'g'risida hisobot. Kun tartibidagi ushbu masala kengashning tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday taklif bor? Takliflar bo'lmasa marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshilar, taraflar yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 10-masala Xalq deputatlari Janqo'rg'on tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha komissiyasi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish hamda 2026 yil 2-yarim yilliga mo'ljallangan ish rejasi va nizomini tasdiqlash haqida. Kun tartibidagi ushbu masala ham kengashning tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasini sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan takliflar bo'lmasa marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 11-masala Xalq deputatlari Janqo'rg'on tuman kengashining doimiy komissiyalari tarkibiga o'zgartirishlar hamda tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala ham kengashning doimiy komissiyasida ko'rib chiqildi. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday taklif bor? Marhamat, ovoz berishlaringizni so'rayman. Takliflar bo'lmasa. Rozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 12-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF 17-sonli farmoni ijrosini ta'minlash yuzasidan tuman hokimligi huzurida tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala kengashning doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan hurmatli deputatlar loyiha yuzasidan takliflar bormi? Bo'lmaydigan bo'lsa marhamat ovoz berib tasdiqlashlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 13-masala Xalq deputatlari Janqo'rg'on tuman kengashining 2026 yil 30-yanvardagi 9-sonli saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha qarorga o'zgartirish kiritish haqida. Kun tartibidagi ushbu masala kengashning doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan va muhokama qilingan. Savollarga qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi tuman deputatlariga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday taklif bor? Takliflar bo'lmasa marhamat ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozlar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi sessiya ishtirokchilari kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani o'tish yuzasidan kimda qanday takliflar, mulohazalar, fikrlar bor? Yo'q bo'lsa, Xalq deputatlari Janqo'rg'on tuman kengashining sessiyasi yopiq deb e'lon qilaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.